Senga necha marta aytganman, ertalabga yangi uy qatig'ini yeyman deb. Na meni boqasan, na bolamizga tuzukroq ovqat pishira olasan. Ona bo'lmasliging kerak edi. Yo'qol, uyingga ket. Buvijon, nima qilaman endi? Qiynalib ketdim. Men uni senga o'rgatgandim-ku. Unutdingmi qizim? Mayli, siqilma. Yana bir marta ko'rsatib bera olasizmi, iltimos? Videoga olib saqlab olardim. Mayli qizim. Boshlaymiz qizim. Avval gazni yoqib, qozonchaga akmilk sutlardan quyamiz. Endi ko'pgina shunaqa ko'piy bo'lguncha kovlaymiz. Qancha ko'p shunaqa kovlasak, ichidagi suvlari havoga chiqib ketadi va faqat sutni o'zi qoladi. Shunda qatiq o'xshab chiqadi. Qaynab bo'lgach, kosalarga bir helilda quyamiz. Alohida qatiqni rosa aralashtirib, mayin yogurt ko'rinishiga keltiramiz va shprisga tortamiz. Enzidan keyin endi ustini o'rab 4 soatga qoldiramiz. Haqiqiy mo'jiza shunda boshlanadi. Akmilk sutlari meni uyaltirmaydi. Qani endi tatib ko'r qizim. Vau, rahmat buvijon. Katta rahmat senga. Xafa qilgan bo'lsam kechir, boringga shukr. Ayniqsa sen uvutgan qatiqlar juda mazali va quvvat beruvchi bo'lyapti. Akmilga rahmat. Akmilk brendiga ishoning. Oilangiz tinch bo'ladi. Sizda ham shunaqa muammo bo'lmasligi uchun obuna bo'ling.